44-savol. Masalani ishlang, javobingizni javoblar varaqasiga ko'chiring debdi. 102,6 gram maltozani to'liq gidrolizlanishidan hosil bo'lgan mahsulot kumush oksidning ammiakdagi eritmasi orqali o'tkazildi. Shunday massadagi maltoza to'liq gidrolizlanishidan mahsulot qancha miqdorda olinadi debdi. Qanday mahsulot va qancha miqdorda olinishini toping debdi. Ikkinchi savol. Hosil bo'lgan mahsulot kumush oksidning ammiakdagi eritmasi orqali o'tkazilganda tushgan cho'kma massasini aniqlang. Javobingizni to'liq yozing debdi. Demak, birinchi maltozani gidrolizlaymiz. Maltoza formulasi bu S12 H22 O11 degan bo'ladi. Disarid hisoblanadi maltoza. Gidrolizlansa, ya'ni suv ta'sir ettirilsa, bu yerda kelib chiqadi S6 H12 O6 kelib chiqadi. Ya'ni bu glyukoza kelib chiqadi. 2 molekula glyukoza kelib chiqadi maltoza gidrolizlanishidan. Endi mana bu maltozani massasini 102,6 gram deb yozibdi. 102,6 gram bo'lsa, hosil bo'lgan mana bu glyukozani top debdi. Maltozani molyar massasi ikkita glyukoza 182 tasi 360 bo'ladi. 18 dan ayirsa maltozani molyar massasi kelib chiqadi 342 bo'ladi. 342 gram maltozadan kelib chiqqan glyukoza 2 mol bo'lsa, 102,6 gramdan qancha glyukoza kelib chiqishini hisoblab topamiz. Shunda bundan 3 marta katta son bo'lsa 900, 120 1020 bo'ladi, 1026 bo'lar ekan. Shunda 3 marta 0,3 marta katta ekan. Bundan ham 0,3 marta katta son chiqadi. Shunda bu yerda 0,6 mol glyukoza kelib chiqadi. Birinchi javob. Endi mana bu birinchi javobga yozilamiz. Mahsulot nomi glyukoza deb yoziladi. Glyukoza va miqdori esa 0,6 mol deb yoziladi. Birinchi javobni yozdik. Ikkinchi javobimiz endi hosil bo'lgan mahsulot, ya'ni glyukozaga kumush oksidning ammiakdagi eritmasi o'tkazilganda cho'kma massasini aniqlaydi. Endi mana bu glyukozaga pastdan S6 H12 O6 glyukozaga kumush ko'zgu reaksiyasi o'tkazamiz, ya'ni kumush oksid ta'sir ettiramiz. Bu yerda nima bo'ladi? Glyukon kislorodi kelib chiqadi. Mana kumush oksiddagi kislorod mana bu kislorodga yopishib qoladi. S6 H12 O7 bo'lib qoladi va plus 2 ta kumush cho'kmaga tushadi. 2 molekula kumush kelib chiqadi. Tenglashtirsa reaksiya shu 2 molekula kumush cho'kmaga tushgan bo'ladi. Endi mana bu yerda 0,6 mol glyukoza ishlatilganda mana bu cho'kmani top degan savol x teng. 1 mol glyukoza ishlatilganda reaksiya bo'yicha kelib chiqadigan mana bu cho'kmani massasi 216 gram bo'ladi. 0,6 da qancha deb proporsiya tuzamiz. Ishlash uchun 0,6 ni 216 ga ko'paytiramiz, 1 ga bo'lamiz. 1 ga bo'lsa o'zgarmaydi. Ko'paytirishda mana bu 0 ni mana bu yoqqa olib bersa, velgur chapga bitta suriladi. 21,6 bo'ladi. 21,6 ni endi 6 ga ko'paytiramiz. 20 ni 6 ga ko'paytirsa 120 bo'ladi. 1 ni 6 ga ko'paysa 6 bo'ladi, ya'ni 126 bo'ldi hammasi. 6 ni 6 3,6 bo'ladi. Demak, 126 ga 3,6 ni qo'shsa 129,6 kelib chiqadi. Demak, bu yerda 129,6 gram cho'kma ajraladi. Demak, mana bu ikkinchi javobga cho'kmamiz kumush bo'ladi. Kumush massasi 129,6 gram kumush cho'kmasi ajraladi. Demak, mana bu cho'kma. Bu ikkinchi javobga yoziladi.